2026-yil 13-mart juma kuni Sharof Rashidov tumani 52-maktabda 4-sinf o'quvchilari bo'yicha o'qish savodxonligi doirasida tanlov e'lon qilingan. Shu tanlovni kuzatgani keldik. O'qish savodxonligi tanlovi umumiy o'rta ta'lim maktablari 4-sinf o'quvchilari uchun tanlov respublika bo'yicha 11-martdan 14-martga qadar davom etmoqda. Bugun 13-mart Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida 52-maktabning 4-sinf o'quvchilari mana test jarayonlarida matnni o'qib, tushunib va uni savollariga javob berish jarayonida. Mahorat markazida Artmisheva Iroda informatika fan metodisti hamda Ahmedova Nargizalar biologiya fan metodistlari nazoratida turibmiz. O'quvchilar uchun barcha kompyuterlar yetarli ishlab, soz holatda turibdi. Internet tarmog'ining tezligi ham yaxshi.